Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana 8,5 metrlik zavodskoy turbalik variantdagi vagonimiz sotiladi. Holatlari juda a'lo darajada turibdi, sveji. Zavoddan qanday chiqqan bo'lsa shu holatda turibdi. Ishlamagan bunday olib qarasa. Mana tippa chaylasigacha bu qanotlari chiqadi. Chaylasiga nasib bo'lsa bitta palatkani yopsangiz yozgi kuniga salqingina bo'ladi. Maza qilib ishlaysiz. Zambur ham maza qilib ishlaydi. O'zizam asal olasizmi? Lovesh qilsangiz maza qilib ishlaysiz, salqingina bo'ladi. Mana o'zi parkopidan bilasiz agar. Parkop yeyilmagan. Birday turibdi, ishlamaganligi. Bitta mana shu baloniga aybi bu. Manchit deydimiz, zajim qo'yilgan, shu nima deydi? Shunaqa narsa qo'yilgan. Kim qanday tushunsa shuni oladi. Bitta mana shu baloni bo'lmaydi. Bu ham yuriydi. O'zim yurgan shuncha, o'zimda ham. Bu balon Isuzu balon sizga nasib bo'lsa ancha yil xizmat qiladi. Vagonning bu tarafdan holatlari juda sevijli holatda turibdi. Bunisi balon ham yaxshi, nasib bo'lsa ancha yil xizmat qiladi sizga. Orqa tarafdan holatlari nasib bo'lsa orqasidan yana bitta tilishga toqib bemalol yursangiz bo'ladi. Chunki bu juda mustahkam vagon. Bilganlar biladi, yoshi kattalar ancha ishlatgan bundan. Ramasi men o'zim birinchi marta bunaqa ramali vagon ko'raman. Bunaqa qalin, bunaqa stinasi qalin vagon. Metrim yo'q, to'g'ri tushunasizlar. Mana bir go't qo'yamman, go't qutidan keyin ham bir 2,5-3 santimetrlar joy qolibdi-da. Juda enlik ham, stinasi ham qalin, shivillar juda zo'r. Mana shivillarlari, stinasi ham juda qalin shivillar ekan. Men o'zim birinchi marta ko'rishim lekin. Uzunda ham bor, mana 8,5 metrli naryoqda turibdi. Tabrisiz. Uni ham hozir ko'rsatib o'taman sizlarga ramasini. Bu ham turbali variant. Variant bir xil vagon boyanki bilan, lekin ramasida farq bor. Bitta go't qutda hozir joy ham qolmadi. Ikki tarafdan hozir chiqib ham qolgan. Bir xil narsa boyanki vagon bilan. Prosta narigi vagonimiz juda boshqacha chiqqan bu. Ustiga ramasning qalinligi sababli to'r qatorni bemalol ko'taradi. To'r qator, mish qator yashiga kim yerga ko'p bo'lsa, olsa juda maza qilib baraka topib ishlatadi. Sababi ramasiga hech narsa qilmaydi. Risollari ham tikka turibdi, ezilmagan. Sababi bir joyga o'tganini bilasiz, o'zim zavoddan qanday chiqamiz shu holatda turadi. Ezilmagan tilishga faqat bitta aybi shu baloniga. O'sha bitta baloni bo'lmaydi. Bu balonlari ham bo'ladi, prosta. Mehr berish kerak ozroqgina. Mana vagonimiz holati. 8,5 metrlik, uzunligi 8,5 boya ham aytib o'tdim. Narxini 28 million so'mga qo'yamiz. Juda chiroyli narx. Buni olib qarasa, sveji holatda turibdi. Bunaqa vagon kamdan kam chiqadi. Mana o'zi hali zavod qilgan kraskasigacha turibdi-da.